Hozir chiqadigan, Xudo xolasa 2-3 kundan keyin yo'lga otlanadigan safarimiz oddiy safarlardan emas. Bundan oldin hayotimiz davomida qilgan va bundan keyin boshqa joylarga, ya'ni Makka va Madinadan boshqa joylarga qiladigan safarlarimizdan tamomila farq qiladi. Ya'ni oddiy safar emas. Ya'ni borib turib sayohat qilib, aylanib, rohatlanib, mazza qilib keladigan joy emas. Ya'ni biroz mashaqqati bo'ladi. Bu birinchi navbatda safar emas, balki birinchi navbatda bu ibodat. Alloh taoloning chaqirig'i. Alloh taolo mana shu yerda turgan hammani o'z uyiga, o'z diyoriga chaqiryapti. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni oldilariga mehmonlikka boryapmiz, mehmonga boryapmiz. Mana shu holatda tayyor bo'lgan holatda borishimiz kerak. Hozir mana shu yerda turgan har biringiz ma'lum bir mablag' to'lagansiz, to'g'rimi? Shu yo'lda borasizlar hozir. Havo issiq, alhamdulillah. Mana shu pul evaziga, mana shu mablag' evaziga sizlar boshqa joyga borishingiz mumkin edi-da. Ya'ni boshqa joyga borib, salqin joyga borib, mazza qilib, rohatlanib, dam olib, yana qaytish imkoniyati bor edi. Lekin aynan umra safarini, biroz mashaqqat bo'lsa ham, biroz qiyin bo'lsa ham, umra safarini tanladingiz. Alloh taolo shariatida joriy qilgan, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sunnatlarida bo'lgan, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam umrlari davomida bir necha marotaba qayta qilgan, bajargan amallarni ixtiyor qildingiz. Bu o'z-o'zidan bo'lgan narsa emas. O'z-o'zidan ixtiyor qilmadingiz. Bu narsada Alloh taoloni tavfiqi bor. Tavfiq deganda nima tushuniladi? Tavfiq bu Alloh taoloni o'zi xohlagan bandalarni, hammani ham emas, o'zi xohlagan bandalarnigina o'zi rozi bo'ladigan yo'lga yo'llab qo'yishi, o'sha yo'lni unga oson qilib qo'yishi, toat yo'lini unga oson qilib qo'yishi. Allohning tavfiqi bilan bo'lgan. Xuddi shuningdek, o'sha umra safarini tanlashingiz qiyin bo'lsa ham, sog'likda biroz bo'lsa-da muammo bo'lsa ham, yoshingiz katta bo'lsa ham, uyda anchagina muammolar bo'lsa ham, shu bilan birgalikda umra safarini tanlashingiz va shu bilan birgalikda umraga borganda shunchaki bormasdan, balki umraga borishdan oldin tayyorlanaman, iymonimni mustahkamlab olaman, undagi amallarni to'liq o'rganaman. O'rgangan holatda keyin borib mustahkam amal qilaman deb, o'sha yerdagi bor imkoniyatdan to'liq foydalanib kelaman degan niyatda mana shu joyda darsga kelishingizni o'zi Alloh taoloning tavfiqi bilan bo'lgan narsa. Alloh taoloning tavfiqi bor.